Hey Daniyar, siz şu qadimiy shahardagi bo'shliq tukkunlik degan imoratni ko'rib boqqanmi? Unda imoratlar jiqqu yod balkim ko'rganmi? Opirib kelaymi? Ash qadimiy shaygima. Yo'q, qadimiy shahar bormaymiz, hozir boshqa bir joyga boramiz. Voy. Shu bu qadimiy shay dedi, boshqa nima bormiz? O'shay opirishim aniq, lekin avval boshqa bir joyga berib kelishimiz kerak. Ondan boramda. Ma'qul. Ustam qanday avvallari yaxshimi? Yaxshi bo'lmoqda. Ustam usulni bo'shliq tukkunlikning modelini yasadi deb anglab, hunarlarni ko'ray deb kelishimdi. Ustam, o'sha sizning hunarning ismini nima deydiganmi? Bizning hunarning ismini yaqachilik deymiz. Onun için qilgan ishlarimizni san'at deymiz endi. Me'morchilik san'ati. Cho'ng turdan yog'ochlik kirdi. Yana cho'ng turda yaqachilik kirdi. Onun için qolganini o'zimizning ishtiyoq orqali san'atga ilib boramiz endi. Me'morchilik san'ati desa, Me'morchilik çok san'ati. qattiq anglab yaxshiman gapni. Me'morchilik san'ati deymiz. Endi qurilishga go'zallik chigizgan ish bo'lgan ekan. Me'morchilik san'ati deb ataymiz. Ustam buni modelninki yasalib bo'lishi qanchalik vaqt ketdi? Bu qurilishninki o'zi qurilish yasagan bazirning shu nima? Qarg'alar vasita. Ba. Yani buni shu chigan haqliga bunda tushuntirish maqsadida modelni yasashga 3 oy vaqt ketdi. Bu qanchalik o'xshaydiganda, menimcha o 100% o'xshaydiganda. 80% o'xshaydi. 180%. 80% bu o'xshamasligi mumkin, lekin sirtqi qiyab 80% o'xshamda ichki dunyosi nurg'un go'zal uning ichi. Mana undan mava unda bu faqat sirtqi qiyabtilam. Uning ichki dunyosi chiq go'zallik bor uning ichida. Bu ilqi sirtqi qiyofati asosan o'xshab ketdi. 80% o'xshaydi, 80% o'xshaydi. Mabak yo'g'on qurilish bo'lgan ekan biz buni ham kim deganda 200-300 kichiklatgan narsa bor. Masalan, ma'bur narsaning o'zi amaliyotda 1 metr keldi. Hozir men 1.20 santda. Anda hisoblagan chaqda 100 kichikildi degan gap. Ustam o'sha sizning Qashqar shahridagi xil-xil cho'ng imoratlarga zo'r to'plarni qo'shgandaydi. Men endi mana model yasaganliklarini bildim. O'sha o'zlari bir tushuntirib bersalar bo'ladi ekan, qaysi qurilishlarga. Biz bu vaqtda tunji qildim shu ustamning qishlik vaqtimda. Ordu bularxonasininki vadeklarni yasagan. Vaqtda ordu bularxonasi buni Urumchidan so'rashdi, Urumchidan boshlab. Maygul bularxonasi, asli Urumchidagi. Biz tunji qildim Urumchidagi Maygul bularxonasiga chiqib, Maygul bularxonasininki bizda lingilik qurilishi bilan Maymoq vadiki bor. Rasmiy shu 360 gradus cheglaydigan. Shu vadikni yasagan ustamning qo'lida. Vaqtda menga 25 ga pul berdi. Ondan keyin kelib Ordu bularxonasini Urumchidagi Mayguldan taramoq qilib, Ordu bularxonasida shu vaqtda ustamning qo'lida etdim. Endi Maymoq vadiklarini yasagan. Ondan keyin endi shu qasrninki qasrning shikdrizlarini tez sirtqi qiyofatdagi andan kechi qo'ygan ikkita karvatni shuni yasab berdim. Endi vadikining shirvash to'qmishini degandek nuqliq yani. Endi uni qilib bo'lgandan keyin qo'shamatninki Besh qavat giramdi ya. Qo'shamatning cho'ng chirish darvozasi 7 metr egizligi, kengligi 5 metr. Shu qo'shamatning darvozasini yasab berdim. Ishlar qilish jarayoni qilib, ana undagi Ihbarxon bag'chisidan Bag'yalo o'sha hozirgi ordu samda. Shuningki lingilari, vadeklari degandek ishlarni qilib berdim. Ihbarxon bag'chisining nima sizlar qilgan? Men qilgan. Hamsa men bo'shliq tukkunlikning modelini yasalman. Sizlar bu qurilish hech qanday. Yo'q, modelning va ichidagi yog'ochga doir o'ygan gulninki 90% nima o'yladim. Modelni sirt shu model sirt imoratninki sirtqi qiyofati kulak, kenishlik qiyofati kulak, endi ichidan birinchi qavatga chiriblam shu remotlardan tatib hamma men qilib berdim. Voy o'zlarim mana turbog'imda xeli pishqan ustam kelg'uslar. Unda deb kelmaydi ish qilib. Ustam shu sizlarning hunar bek inchik ekan qarasam. Mushtalar hunardagi eng muhim halqa nadidir? Hunardagi eng muhim halqa aqida. Ishq bo'lgan, ishtiyoq, aqida birga ishtiyoq bo'lgan joyda aqida bo'ldi, aqida bo'lgan joyda ishtiyoq bo'ldi degandek aqida eng muhim halqa. Shunga biz o'z butkul asosan o'zimizning hissiyotini beramiz shunga.
aqidalarini Ve so'nglasizlar. so'nglasak moshonga janchirdi. Demak, shunda mukammal bir asar Mukammal bitib ko'rindi. chiqdi, sizlar. Jan- Ustam shu imoratninki modelni birinchi bosqichidan tatib ko'rmaganimga bekla afsuslandim. Bu da qitim kelsam be shu nima yasab beraman shu unallarni bir boshdan bir ko'rib bilib olgan bo'lsam. Bu da kelgan chog'da shu vaqt ko'raman. Hozir men buni deb tursam, nima qilig'imni o'zim bilmayman. Masalan, bu halqa ishtiyoqdan kelib chiqarasi bo'lgandan keyin ketib birib ham tapamas nima qilig'imiz. İlham shu İlham vaqtlarga vaqt keldi. sizlar. Xuddi san'atkorga o'xshash mishnasini yasash jarayonida balkim ba'zi yerib ketib kallamiz kelmagan joyda mashina haydab chiqib aydirini bir aylanib chiqsam kallam keldi. Da yeshillik yo'l ko'rib ketam, turib ham kelib ham yasayman. Shuna o'xshashlarmish. Ko'ngillardagi Ha. ishtiyoq, ilhomlar birlashib mukammal bir asar bitib chiqar ekan. To'g'ri. Ma'qul ustalarimiz bilan qaytay. Rahmat. Vallahi sizga rahmat.